Bizani boshidan kuzatayotganlar yaxshi biladi. Optika bilan bitta servisda ancha vaqt ishlaganmiz. Bugun ham xudo xolisa bitta servisda ishlaymiz. Faqat Obid akam hadovoy remont qiladilar, men motor remont qilaman. Motor bir kunda remont qilishga uspet qila olmaganligim uchun motor sohasida boshqa любой ish qilib ko'rsatib beraman. Men o'zim xohlagan mashina keldi. Equinox, Malibu, Captivalarni yaxshi ko'raman deydi. Come your talk turn cold. Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you want flaws for the sight to behold. Wisdom is better than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope road. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his Hop, knees. switchlarimizni probegini yurib qo'ygan 38000 kilometr. Original switch bosib beramiz hozir akamga. Original switchlarimiz keldi. Buni har xili bor. Biz eng yaxshisi $100 qo'yganmiz. On the day of judgment, the movement similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been. Consequences, no coincidence. Hypocrites always want to play in the sin. Always want to take it to the full out extent. Always want to make it seem like good intent. Soatda ishlayapti-yu. Bu xizmatimning narxi 200 ming so'm bo'ldi. Abdulaziz, ben 400 ming so'm pul topdim. Sen nech pul topding? 200 ming. Oy, yaxshi topsan. 2 ta qilsang shunaqa switchdan 400 ming. 5 ta qilsang 1 million. 10 ta qilsang 2 million pul topar ekansan. Biz usta paytda ham mana shunaqa bitta ish qilib qo'yardik, ikkita bo'lsa edi, uchta bo'lsa edi. Xullas, akalar fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz. Usta akalar, qanaqa yaxshimi ustachilik yo yomonmi? O'zingizlar fikringlarni kommentariyada qoldiringlar. Abdulaziz, qaytib boramizmi? Motoristlar kuniga kamida 100 ming o'ldim deganda 100 ming puli bor. Ishi zo'r bo'lsa, har doim ham zo'r bo'lavermaydi. Ishi zo'r bo'lsa, 1,5 million, 2 million pul topsa bo'ladi. Zo'r usta bo'lsa. Ana, agar Abdulaziz shunaqa pul topganda blogerlik qilib yurmas edi. To'g'rimi? To'g'ri. Joningiz sog' bo'lsin. Fursatdan foydalanib, avtomarkaz Toshkent servisiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ayniqsa servisiga gap yo'q. Sizlarga ham maslahat beramiz. Mashinalarni kelib bemalol razval qildirasizlar, motor qildirasizlar, hadovoy qildirasizlar, shunga qildirasizlar, detailing qildirasizlarmi? Elektrik xizmati bo'ladi, bemalol kelsanglar, zapchaslari ham bor. Ishinglar shu yerda bitib ketadi. Sog' bo'linglar. It's funny how money changes situation.